Aka, men hayron qolaman-da, nevrologlarga mana shu bolg'acha nimaga kerak? Nevrolog desa, mana shu birinchi bolg'acha ko'z oldimga keladi-da. Nima qilasizlar bunda? Xo'p, bering buni. Biz bu bolg'achada reflekslarni ko'ramiz. Hozir ba'zi birlarni ko'rsatib beraman, o'tirib oling. Xo'p. O'tirdim. Bering. Masalan, uryapman. Ko'ryapsizmi? Qo'lingiz qimirlayapti. Ana shu agar bosh miyada yoki umurtqa pog'onasida bo'yin girjasi bo'ladigan bo'lsa, bunda reflekslar qimirlamaydi. Yana bunda ba'zi bir reflekslarni ko'ramiz. Masalan, mana sizda tezkor javob beryapsiz. Bel girjasida bu javob bermaydi. Agar insultlarda bo'ladigan bo'lsa, oyoq chuf uchib ketadi. Doktor, mana shu bolg'acha bilan boshni qayerda og'riyotganini ham bilish mumkinmi? Ko'p bilsak bo'ladi. Oyog'ingizni eshing. Bizda Babinskiy refleksi degan narsa bor. Mana shunday qilsak, oyog'ingiz ichkariga reaksiya beryapti. Agar sizda oyog'ingiz tashqariga reaksiya beradigan bo'lsa, bosh miyaning mana bu sohasida qon aylanish buzilgan bo'lishi mumkin yoki insult xavfi oshishi mumkin. Tushunarli.